Kitob insonning eng yaqin do'sti. U jim turib so'zlaydi, so'zlamay turib o'rgatadi. Har bir sahifasida bilim, tajriba va hayot saboqlari yashiringan. Kitob o'qigan insonning dunyoqarashi kengayadi, fikrlashi teranlashadi, qalbi boyiydi. Kitobxon rahbar klubi yangi fikrlar, tajriba va tashabbusning uchrashuv maydoni. Bo'yda tumani axborot kutubxona markazida Kitobxon rahbar klubining navbatdagi mashg'uloti bo'lib o'tdi. Unda viloyat axborot kutubxona markazi rahbariyati hamda tuman va shahar kutubxona rahbarlari ishtirok etishdi. Mashg'ulot davomida klub a'zolari sohada erishilayotgan yutuqlar, mavjud muammolar va ularning yechimlari yuzasidan fikr almashdilar. Shuningdek, kutubxona ishini modernizatsiya qilish, yoshlarni kitobga jalb etish va xizmat sifatini oshirish bo'yicha takliflar ilgari surildi. Kitobxonlikni yanada oshirish barcha rahbarlar o'rtasida o'zgacha fikrlar bilan targ'ibot qilindi. Tadbir so'ngida kitobxon rahbarlarga kutubxonamiz mutaxassislari tomonidan tayyorlangan esdalik sovg'alari taqdim etildi. Tadbir o'zaro tajriba almashinuvi, yangi g'oyalar va hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qildi.